Assalomu alaykum. SATga tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, sizda har xil resurslar bo'lishi mumkin. Ammo eng zo'r resurslardan bittasi bu Question Banks. To'g'ri, boshqa resurslarimiz ham bor va eng ishonchlisi bu Question Banks. Va bugun ushbu videoda men sizlarga qanday qilib Question Banksni download qilish, ulardan foydalanish va o'zingizning weak arealaringiz, ya'ni kuchsiz bo'lgan, zaif bo'lgan taraflaringizni ustida ishlashni o'rgataman. Demak, unda boshladik. Demak, siz Safari yoki Google yoki internetga yozishingiz kerak. Question Banks deb. Question Banks. Va sizda mana shu veb-sayt chiqadi. Birinchi mana shu veb-sayt ustiga bosasiz. Yana ko'rganingizdek SAT Suite Educator Question Bank.collegeboard.org. Demak, mana shunaqa ko'rinishga kelish kerak. Find questions ustiga bosasiz. Choose your assessment degan tanlaymiz. Bizda SAT, PSAT va boshqalari bor. SAT ni bosamiz. Keyin choose your section. Qaysi section? Bizda bilasiz reading and writing bor, maths bor. Xohlasangiz maths uchun, xohlasangiz reading and writing, ya'ni English section uchun ham download qilib yoki questionlarni mana shu veb-saytda o'zida ishlasangiz bo'ladi. Aytaylik, reading and writingdan practice qilmoqchimiz. Keyin mana domainlar chiqadi. Masalan, information and ideas, craft and structure, expression of ideas, standard English conventions. Bular o'zi nima edi? Agar yaxshi informatsiyangiz bo'lmasa, o'zi real exam craft and structure dan boshlanadi. Bu reading savollar va taxminan 8-savollargacha bu craft and structure. Va 8-savoldan taxminan 15-savolgacha information and ideas bo'ladi. Va uje undan keyin writing boshlanadi. Bu standard English conventions dan boshlanadi. Bu taxminan 16-savoldan aytaylik 22-savolgacha, expression of ideas 23dan shu 27-savolgacha bo'ladi. Unga transitions turini shular kiradi. Aytaylik biz craft and structure'da yaxshi emasmiz. Mana shu bizning weak areamiz. Shuni ustida ishlamoqchimiz. Demak, ustida bosamiz. Xohlasangiz hammasini ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, hammasini bosishingiz kerak. Demak, search'da bosamiz. Keyin ko'rganingizdek, bizda 437 ta savol mana chiqdi. Lekin biz buni hammasini qilmaymiz, chunki bizda Blue Bookda savollari ham qo'shilib ketgan. Biz Blue Bookda savollarni ham qilib olsak, Blue Bookda real examni olganimizda, mock exam olganimizda reliable score ola olmaymiz. Ya'ni o'zimizda qanday baldalligimizni aniq bila olmaymiz. Shuning uchun ham biz Blue Book savollarini chiqarib olamiz. Va bu yerda ko'rsangiz exclude active questions degan joyi turadi. O'shani toggle qilib qo'yamiz, ya'ni bosib qo'yamiz va ko'rganingizdek 153 ta savol qoldi. Demak, craft and structure'dan overall 153 ta savol bor ekan, Blue Book savollaridan tashqari. Blue Book savollarini qilayotgan paytingiz o'zingiz analiz qilaverasiz va o'sha joyda ishlasangiz bo'ladi. Zo'r tarafi, xohlasangiz filtrlar ham qo'shsangiz bo'ladi. Masalan, faqatgina hard savollari, lekin careless mistake qiladigan bo'lsangiz, easysini masalan tanlashingiz mumkin yoki xohlaganini hammasini tanlasangiz ham bo'ladi. Skill'lari ham bor. Masalan, aynan qaysi skill bo'yicha siz ishlamoqchisiz. Masalan, siz vocabda qiynalishingiz mumkin. Words in context yoki text structure and purpose bo'lishi mumkin yoki cross text connections. Va bu savol turlari, masalan, ismlari sizga sal confusing bo'lishi mumkin. Bu juda ham normal. Va shuning uchun ham bularni bir search qilib ko'ring. Ustiga bosib qanaqa savol turlari borligini o'rgansangiz bo'ladi. Xohlasangiz, men video ham chiqarganman YouTube'da. Hammasini tushuntirganman. O'sha bitta katta video bor, taxminan 5 soatlik. O'shaning ichida bu savol turlarini to'liq o'rgansangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik, biz vocabda ishlamoqchimiz. Ko'rganingizdek, overall 68 ta savol bor. Endi mana ID'si bor har bitta savolda. Ustiga bossangiz bo'ladi va chiqib keladi mana shu yerda. Qaysi sectionligi, difficulty'sini ham ko'rsatadi. Masalan, bu medium. Ikkita shunaqa narsa bo'lsa medium, bitta bo'lsa easy. Uchalasi ham to'liq bo'lsa, bitta hard bo'ladi. Demak, xuddi real examdek turibdi mana. Bular authentic questionlar va aytgancha mana shu savollarni men tushuntirishga boshlaganman Question Banksdan.
va ularni ham ko'rsangiz bo'ladi. Demak, qanaqa approach bo'lishi kerak? Siz birinchi bo'lib bu savolni o'zingiz qilib olishingiz kerak, javoblarga qaramasdan. Keyin javobini bosasiz. Mana bu yerda ko'rganingizdek show correct answer and explanation turibdi. O'shani bosamiz. Javobi chiqib keldi. Explanationlari ham bor. Va buni ishlagandan keyin sizga maslahatim Notion page oching. Notion degan приложение bor. O'sha yerdan bitta page ochasizda analysis of question banks deb ochib qo'ysangiz bo'ladi. Men uni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Masalan, Notion deylik. Menda endi anasi bor, desktop versiyasi, o'shani ochib ko'rsatay. Endi har xil narsalar turibdi. Masalan, private dan ochamiz, new page, aytaylik question banks. Notion'da bilmasangiz, xudo xohlasa unga ham video chiqaraman, lekin YouTube'da ham ko'p videolar bor, ingliz tilida, o'zbek tilida ko'rib olsangiz bo'ladi. Demak, question banks deymanda bitta page ochaman, masalan, vocab uchun, vocab. Uzr, page deymiz. Vocab deb page ochdim. Masalan, o'shani screenshotini olib tashlayman. Sizdan oldimda keyin Notion'ga tashlayman. Tushdi. Va o'zimning explanation yozaman. The reason I chose, masalan, I chose B as an answer, but the correct one was aytaylik D. The reason is blah blah blah. Shunga o'xshash. Lekin bularni ham explain qilaman. Endi bularni bunaqa formatda ishlamoqchi bo'lmasangiz, bularni download qilib olsangiz bo'ladi, xohlasangiz chiqarib olsangiz bo'ladi printerdan yoki PDF formatida o'zingiz boshqa telefoningizdan yoki boshqa device'da ishlasangiz bo'ladi. Demak, unaqa download qilishimiz uchun xohlasangiz specific questionlarni masalan select qilib, bu yerda export degan joy turadi. Shunaqa qiling. Xohlasangiz hamma questionlarni ham tanlasangiz bo'ladi. Mana select entire set turibdi. 68 ta savolni hammasi tanlandi. Biz buni export qilamiz. Xohlasangiz answerlari bilan answerlarsiz ham o'qisangiz bo'ladi. Nima deydi? Print qilsangiz bo'ladi. Mana export PDF qilamizda. Download PDF chiqdi mana. Download PDF deb bosamiz. Mana o'sha download bo'ldi. Ochib ko'rsataman. Mana ko'rganingizdek. Mana har bitta pejda alohida bitta question berilgan. Ko'rganingizdek. Juda ham zo'r. Mana o'zingiz unaqa ko'p vaqt ketmadi, masalan 10-15 sekund ketdimi download qilganiga. Zo'r, realistik savollar. Bularga tayyorlansangiz o'ziga yetadi. Boshqa resursdan foydalanishingiz shart emas. Faqat bitta narsa, yaxshilab analiz qilish kerak, yaxshilab bilmagan so'zlaringizni ko'rib chiqishingiz kerak. Shunga o'xshash. Xohlasangiz boshqa sectionlar uchun ham qilsangiz bo'ladi. Masalan, aytaylik standard English conventions. Siz exclude qiling, unutmang mana shuni. Keyin aytaylik biz qaysi skill? Form, structure and sense masalan. Yana hammasini tanlaymiz. Export. No correct answers and explanations. Download PDF. PDF download bo'ldi. Ko'rganingizdek xuddi shu narsa. Mathsga ham xuddi shunaqa narsa. Yana qaytib o'sha Maths sectionini tanlaysiz bo'ldi. Masalan, SAT, Maths va mana Advanced Maths, Problem Solving and Data Analysis, Geometry and Trigonometry. Endi Maths uchun hali unaqa ko'p videolar qilmadim. Xudo xolasa planimda bor. Asta-sekin ularni ham qo'yamiz. Question banksdan xuddi shunday foydalaniladi. Bularni actively ko'rib chiqing. Taxminan bitta section uchun, masalan, English uchun 1000 ta savol bor. Maths uchun ham 1000 ta savol bor, taxminan 2000 ta savol. Sizga bu juda ham zo'r resource. IELTS ga tayyorlangan bo'lsangiz, masalan, bu Cambridge resurslariga o'xshaydi. Bularni tayyorlanib chiqqandan keyin siz Blue Book testlarini qilsangiz bo'ladi. Ya'ni SAT ning formatini tushunishingizga ancha bu yordam beradi. Shuning uchun ham Question Banks juda ham oltinga teng resource deb hisoblayman men o'zim. Xudo xolasa ko'ramiz, ko'proq video chiqarishga harakat qilaman. Har bitta questionlarni ko'rib chiqamiz.
Rahmat kattakon, qanaqadir takliflar bo'lsa yoki feedback bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsanglar bo'ladi. Rahmat kattakon, keyingi videolarda ko'rishguncha.